Meydan. Sözlesem dağmen, sözlemesem mutlaq. Ahmed Ziyai. Bir eğiz rast gepning salmıqı bütkül dünyadan mı eğir? Aleksandr Solzhenitsin. Ular ne bir haqni tanımaydı, ne bir batılni inkar qilmaydı, ne özlerini qoğdayanmaydı. Said Süleyman Nadvi Hazreti Aişa'dın. Angliyada ommaviy faoliyatlarning ko'pligidan hayron qoldim. Muzeylar, san'at saroylari, kinoxonalar va teatrxonalar, kutubxonalar, tantarbiya klublari, futbol maydonlari, bayki maydonlari, oliy maktablarning leksiya zallari, shaharning cho'ng kichik xotira maydonlari bir kunma bekor qolmaydi. Ular hech qanday hukumat yoki partiya guruhlarining buyruq yoki cheklimi doirasida bo'lmaydi. Balki qonunning nopoziga hurmat qilgan holda o'z xizmatini ado qiladi. Dunyoviy mashhur shaxslar bu yerdagi xalqning madaniyat hayoti bilan tabiiy qo'shilib ketgan edi. Men ko'rgan san'at va ilmiy faoliyatlarda odatdagi ammo mashhur kishilar bilan bemalol ideya almashtira oladi. Oduqqush va tamtirashlardan xoli edi. O'zlarini erkin tabiiy tutadi. Ular mashhur odamlarning gapining qora qo'yiq cho'qing'uchisi yoki qorig'i agashguchisi emas, balki tanqidiy baholag'uchisi edi. Ular o'zlarini mashhur odamlar va siyosiy zotlar bilan insoniy barobarlik qo'yib turib savol so'raydi. Lekin hargizmi talba hujumkorga aylanib ketmaydi. Ular o'zi va o'zgaga bo'lgan muvofiq hurmatni aqliy yo'l bilan tangshashni biladi. Dunyo deyilganda men uni o'zimdan yiroq bir mavhum dunyodek tushunaman. Biroq ko'p sondagi Angliya fuqarolari o'zlarini dunyo deb tushunadi ekan. Demak, ular o'zlarini dunyoning ichida deb qaraydi. Men o'zimni dunyoning sirtida deb qaraydi ekanman. Mushu ömrümgacha dunyoning hech nimasiga ovoz qatnashtirib boqmadim. Balki men o'zimni tushunmaydigan noma'lum ovoz va qarorlarning mahsuli edim. Angliyada ko'chmanlar jiq. Bu ko'chmanlar o'z turkumlari bo'yicha ko'payib cho'ng kichik jamoatni hosil qilgan bo'lib, har qaysilari o'zlarining irqiy va diniy odatlariga ko'ra har xil ko'lamdagi faoliyatlarni qilib turadi ekan. Qonun bo'yicha har darajalik hukumat ularga faoliyat o'rni va faoliyat rasxodi ajratadi ekan. Har bir jamoat o'zlarining diniy, urf-odati va tiliga bo'lgan yuksak ixlosini saqlagan holda Britaniyaning qonun orbitasi doirasida birga mavjud bo'lib turadi ekan. Bozor, savdo, madaniyat aloqasi ingliz tili orqali ularni bir yerga akiladi ekan. Ular hamkorlashadi ekan va orlashadi ekan, lekin singib ketmaydi ekan. Londonning ba'zi yerlarida masjid bilan cherkovning yonma-yon turganligini ko'rdim. Har kim o'z e'tiqodi bilan mashg'ul ediki, boshqalarning e'tiqodi haqida og'ziga kelganini so'zlab yurmaydi. Bu yerdagi musulmonlar jamoasi qatmal hissiyotga oson berilib ketadigan, ko'z oldini ko'radigan sodda musulmonlardan emasdek qiladi. Ular o'xshamagan e'tiqod va madaniyatdagi insonlar bilan prinsipal birga o'tishni, shu orqali o'zlarining salmoq va chiqishqoqlik obrazini tiklashni biladigan fikrlik musulmonlardek qiladi. Ular Londonning obod rastillarida o'zlarining odatlangan milliy kiyimlari bilan bemalol yuraveradi. Hargiz xudiklanib qolmaydi. London ko'chalarida so'ylab yurgan 18 metrlik qizil ko'cha avtobusini haydab yurgan shoferlarning ba'zilari Pokistonlik yoki Misrlik bo'lsa kerak. Uzun qora soqollari ularga sur va haybat beg'ishlagan edi. Beshidagi qora yoki oq do'ppa vatan ko'chalaridagi qaysidir bir mo'ysipitni esimga sep qo'yadi. Londondagi musulmonlarning yurish turishlariga qarab shundoq o'ylab qoldim. Bizning madaniyatimizda nurg'un dunyoviy omil bo'lib,
uzoq muddat sirtqa chiqmay yashab bu taraflarni bayqamas bo'lib ketgan ekanmiz. Shuning bilan birga tafakkurimizni yashagan mahallamizning o'zgarmas odatlari bilan bo'g'ib qo'ygan ekanmiz. Bu xuddi eqindan ayrilib qolgan suv qurtlab ketgandek bir hol. Londonda Britaniya podshohining ma'muriy o'rni bor. Uni Buckingham ordisi deyishir ekan. Uning oldida qeyri daraxtlar bilan qoplangan bir bog'cha bo'lib, bog'chining yonida cho'ng bir ko'cha bor edi. Bu ko'cha bu yerdan ancha yiroq bo'lmagan Haydi bog'chisiga opiradi. Buckingham ordisi oldidagi bog'cha bilan ko'chani mazmut qora temir rishotga ayirib turadi. Hafta oxirlarida ashu ko'chadan o'tib qolaman. Rassomlar chizmalarni rishotga yo'lab qo'yishdi ekan. 100 metr oralıqda aşundaq rasmlar piyodalarni o'ziga jalb qilib turadi. Rasmlarning ichida har xil uslubdagi manzara rasmlari bor edi. Ammo Tony Blair va uning hukumatini Amerika rais jumhuri George Walker Bushni masxara qiladigan hajviy rasmlar nihoyat ko'p edi. Dastlabda bularni ko'rganimdan andish qildim. Keyin demokratik davlatlarda bundaq ishlarning normal ish ekanligini esimga elib andishamni zo'ma-zo'q bosdim. Ba'zi rasmlar ekib bezabchilik ishtonning eg'i bilan bog'lanib ketgan bo'lib, bizning so'rinlardagi seriq yo'mirlarimizning xarakteriga bakli yaqin edi. Rasmni til jihatdagi bayonga aylantirsak, Uyg'urlarning seriq yo'miri hosil bo'ladi. Angliya fuqarolari o'z hukumatining Iroq urushiga qatnashganligidan intayin norozi bo'lib, Tony Blairni boshqa ketib ajviy qiladi. Bu ahvoldan hayron qolmay turolmadim. Uning ustiga Blairni satlashtiradigan hajviy rasmlar podshoh saroyining oldidagi cho'ng ko'chaning bo'yida kishilarning diqqat markazida turadi. Buni sizg'anlarni tutilib ketdimikin desam, rassom o'z asrining yenida xaridor kutib o'ltiradi. Angliyada hukumat xalqdan cho'ng emasdek qiladi. Hukumatsizlikning ziynini tushungan xalq o'zlarining hukumatining bo'lishi kerakligini va bu hukumatning nima ishlarni qilishi kerakligini obdan biladi. Xalqning ra'yi hukumatning xarakterini belgilaydigan alda hukumat xalqdan kuchli bo'lib ketanmaydi. Aksicha hukumat kuchining belgilik cheki bor edi. Xalqning universal saposi hukumatning iqtidor saposini belgilaydi. Xalq nodon bo'lgan siri hukumat qaram va ko'kami bo'lib ketadi. Demokratik tuzumda bir odamning nodonligi butkul jamiyatning amonligiga qadalgan mix bo'ladi degan edi Amerikaning sobiq rais jumhuri John Kennedy. Angliyaning taratqullari hukumatning hamma ishini xalqning ko'z oldida oshkora qiladi. Chunki taratqular hukumatning ta'siridan mustasno ayrim gavdi edi. Angliyada kishilar qonunning nopozidan boshqa har qanday nopozni qayrib qo'ya oladi va ularga o'zining mustaqil bahosini bera oladi. Londonning obod ko'chalarida mahorat ko'rsatayotgan san'atchilarni davomli uchratqili bo'ladi. Ularning ba'zilari simont rangida o'zini yasab uzoqqa chiqib tura oladi. Balalardan birasi qo'lini tutib qo'ysa yoki oldidagi qochiga birer tanga tashlasa robotlardek qiliqlarni chiqarib kishilarni kuldiradi. Ba'zilari olvasti shakliga kirib yolg'on qilishlarini shiltib sad alpozi bilan kishilarni qo'g'lab hayyorlik qilishadi. Men mushularga qarab Londonda zerikib qolgan odam turmushdan allaburun zerikkan odam bo'lishi mumkin deb o'yladim. Kapitalizm odamlarning ehtiyojini qo'zg'ab, ehtiyoj bilan ta'minlash o'ttirisidagi munosabatning qonuni orqali ularni boshqaradi ekan. U kishilarning mengisi bilan havasini erkin qo'yib berib, iqtisoddan iborat ko'rinmas yip bilan parvoz qildiradi ekan. Bu yerda cherkovlardagi obodlik bankalarga ko'chgan edi. Ko'chalarga qarasangiz kishilar erkin va tez qadamlar bilan ketib borgan. Laylab nima qilarini bilmagan odamlarni ko'gilib bo'lmaydi. Qadamlar salmoq va ildam, chiroylarda mag'rurlik, ko'zlarda aniq nishon. Ikkilanish, iztirob degandek holatlar go'yo ulardan yiroqdek.
Ularning qeshidagi yana bir odamning chiroy va harakatiga sapsog'idek holi yo'q. Hech kimga qarshilik qilmagan. Metrolar belgilangan vaqtdan nishonga yetib boradi. Odamlar yerning ostida yamrab oqadi. London metrolarini odamlarning qorizimikin deb qolaman. Tartib va intizomlarning hammasi aniq. Jamiyat qandoqdir yegona bir odamning irodasi bo'yicha emas, xalqning irodasidan tuzilgan sistema bo'yicha qonuniyatlik harakatda edi. Shunga kishilar qandoq vaqtda nima qilishini o'zlari belgilaydi. Ular 3-4 kunlik dam olish bo'lsa, boshqa allarga berib ko'ngildagidek dam olaydi. Ular haqiqatan dunyo puhrasi edi. Mushundaq muhitni ko'rganimda ixtiyorsiz holda xalq degan uqum to'g'risida o'ylanib qolaman. Hozirgi zamon Uyg'ur tilidagi xalq degan so'z arabchadan kelgan bo'lib, ma'nosi yaralg'uchi degan bo'ladi. Yaralg'uchi degan uqum bo'lgan ekan, muqarrar holda yaratquchi degan uqumma bor bo'ladi. Bu ikki uqumning munosabatida xalq o'zining puhroligini yaratquchining oldida o'taydi. Elmani hokimiyatning paydo bo'lishiga ergishib, ya'ni dindan xoli hokimiyatning paydo bo'lishiga ergishib, xalq degan uqumning ma'nosi o'zgargan. Hozirgi sharoitda ma'lum ma'noda jahonda qancha xil hokimiyat bo'lsa, shuncha xil xalq bor deyishga bo'ladi. Ba'zi hokimiyatlar xalq degan uqumni dalda qilib turib, bir necha diktatorni rohat farog'atda boqadi. Yana ba'zi hokimiyatlar xalqni o'zining mo'l-husulliq etizi deb biladi. Agar xalq deb atiladigan ashu tirik nopus turkumlari o'z hokimiyatiga mustaqil baho beranmasa, normal qimmat hukm iqtidoriga ega bo'lmasa, nimani qo'llab, nimaga qarshi turishni o'zlarining huquq manfaati bilan bog'layanmasa, uzil-kesil saylam huquqiga erishanmasa, o'z oldiga so'zlash huquqiga ega bo'lmasa, ularni haqiqiy ma'nodagi xalq degila bo'lmaydi. Ulardagi puhraviy ongdan so'z ochqila tiximi bo'lmaydi. Ularni xalq degandan ko'ra nopos degan tuzuk bo'ladi. Bundoq elde hukmdorlar kishilarni abstrakt xalq degan uqumga cho'qindirib qo'yib xolig'ini qiladi. Bu yerda har qanday bir konkret shaxs xalq sifatida hurmatga erishamaydi. Hürmet faqat abstraktlashtirilgan xalqqa mansub bo'ladi. 1958-yili 10-oyning 23-kuni Shvetsiya Xon jamiyati adabiyot instituti shu yillik Nobel adabiyot mukofotini doktor Jivagoning avtori Boris Pasternakqa berganligini e'lon qilganda, sobiq Sovet ittifoqi hukumati Pasternakni yozuvchilar jamiyatidan haydaydi va mukofotni olmoqchi bo'lsang vatandan qo'g'landi qilinasan deb vahima soladi. Pasternak Xrushchevga xat yezib vatandan qo'g'lab etmaslikni o'tinadi. Ayni vaqtdagi madaniyat ministri Xrushchevga vakolatan javob berib, Pasternakning vatanda turishiga qo'shildi deydi va biz xalqning g'azabini hargiz to'sib qolmaymiz degan gapni qo'shib qo'ydi. Buningdan qattiq seskangan Pasternak o'zini tutolmasdan xalq sen ayni ishtonning ichidan chiqqan nimaga o'xshab qolding deydi. Ro'shanki xalq huquqning markazi bo'lmaganda avratlatsiga o'xshash narsaga aylanib qoladi. Xalq deyilganda yana Musa alayhissalomning qavmi ko'z oldimga keladi. Fir'avnning zulmiga tabiiy ko'nib ketgan xalq Musa alayhissalomning qutuldirish yo'liga nihoyat tasdi agishadi. Mahkumlik tabiati ularni Musa alayhissalomning yo'lidan yuz o'rishga, Fir'avnning hokimiyatiga panoh tortishga undab turdi. Haqiqat oshkora tursimu xalq sukut qildi va bu sukut ularga saqlanish tez halokatni oxiri ep keldi. Musa alayhissalom to'g'risidagi qissadan ma'lum bo'ladi-ki, tabiati mahkumlikqa ko'nib ketgan xalqning yo'l boshlovchilari va sagak olimlari mislsiz aziyatlarni chekadi. Bu haqda mundoq bir beytni keltirish mumkin. Nodon al jahilatni tang belur go'yoki ishratga,
g'amiga oshino oqillari patqay musibatga. Lekin har qancha nodon va arzimas bo'lgandimi, uning qo'yni nini azimatni yetishtirishga qodir bo'la oladi. Chunki xalq boyada xoliq bor, ya'ni yaralg'uchi boyada yaratquchi bor. London ko'chalarini aralaganda mundaq bir ish diqqatimni tortdi. Ko'cha bo'ylaridagi ba'zi uylarning eshigi ustiga bu yerda paloni kishi munchilik turgan degan so'zlar tushirilgan yo'maloq qapartma chiqarib qo'yildi ekan. Bular biri bo'lsa Angliyalik, biri bo'lsa chet ellik olimlar yoki mashhur zotlar edi. Hatto bog'chilardagi o'rindiqlarning yo'lanchikiga shu yerdagi elning ixlosiga sazobar bo'lgan odamlarning nomi o'yib qo'yildi ekan. Men bulardan to'hfikorlarga bo'lgan haqiqiy hurmatni ko'rib yetgandek bo'ldim. Bu hargizmi hukumatning safarbarligi bo'yicha bo'ladigan ish emas, balki avomning tabiiy xohishiga aylangan ommaviy madaniyat shakli edi. Demak, Angliyada xalqning yashashiga, xalqning xohishiga berilgan bo'shliq nihoyat cho'ng edi. Bu cheklik sahifada ularning hammasi haqida to'xtalg'ila bo'lmaydi. Uning ustiga bizning cho'nqurlab tekshirish imkoniyatimizmi yo'q. Men faqat ommaviy bo'shliq to'g'risida vakillik xarakterga ega deb qaragan bir necha yerni bayon qilib o'tishni muvofiq ko'rdim. Köp kültürçilik havasıga toyungan Londonning Stoke-Newington rayonida islom binokorligi uslubidagi bir bino o'zgichiligi bilan kishilarning diqqatini tortib turadi. Kishilar uni Aziziya masjidi deb ataydi ekan. Masjidning atrofidagi mahallalarda asosan turk musulmonlari, kurd musulmonlari va boshqa osiyoliklar tirikchilik qiladi. Men Xotni Central ko'chasidagi bir uyda ijaraga o'tirganda Aziziya masjidining ostinqi qavatidagi apchiligini do'kondan go'sht olatdim. Chunki men turgan uy bilan masjidning oraliqi ancha yiroq emas edi. Masjid 2 qavat bo'lib, yenidala bir cherkov bor edi. Lekin men bu cherkovning ochilgan vaqtini bir haqiqatimni ko'rmadim. Deganimdek masjidning birinchi qavatida hamma tal bir do'kon bo'lib, yemak-ichmakning har qanday tepiladi. Oppoq xalat kiygan peshqadam qassob xushchiroy edi. Londondagi turklarning go'sht do'koni nihoyat pokiz edi. Ular qo'y go'shtini bo'yin, qovurg'a, yo'ta, omurtqa peti turlab chiroyli kesib patnoslarga sep qo'yadi. Jigar böreklerini ayrim patnosqa selib eng arzon bahoda sotadi. Go'shtlarning yig'ib butunlay ep tashlangan bo'lib, go'shtlar aynaklik sovuq saqlash sanduqida yengib etib turadi. Do'konning oldida turk tili yoziqidagi gazet haqsiz tarqitiladi. Bir tarafdan aylanma kebabdanda to'g'ri kavub pishirib sotadi.
Masjidning atrofida turk oshpuzillari bor. Bir tarafdan kitobxonada turk va ingliz yoziqidagi islomiy kitoblar va har xil turmush buyumi, yaqinli bir yerda kortlar jamoatining madaniyat uyi bor bo'lib, ichida Markes Lenin mavzudunlarning cho'ngaytilgan suratlari ko'zga alohida cheliqadi. Uyda xeyli ko'p kitob bo'lib, kommunizm dohillarining asarlari, kommunizm mavqasidagi shoirlarning to'plamlari jiq edi. Masjid Cuma kunlari boshqacha ovatlashib ketadi. Masjidning beqinidagi eshikdan masjidning kayni tarafidagi g'oyliga kirgili bo'ladi ekan. Masjid g'oylisining u tarafidagi 2 qavatlik uy maktab ekan. U yerda bu yerdagi jamoatning farzandlari diniy savodlarni va ona til savodlarini chiqarsa kerak. Masjidning ichiga kirish bilanla oyoqlar silinib, tomdagi oyoq ishkaflariga qo'yiladi ekan. Yerga marmar tosh yotqizilgan bo'lib, jamoat sopma kash kiyib, so'l tarafdagi mustahabxonalarga kirib tahorat elishidi ekan. Mustahabxonalar butunlay marmar tosh bilan ziynatlangan. Issiq suv va suyuq sopin tayyor. G'alit puroqlar, qistongchilik yo'q. Kishilar tahorat ep bo'lib paypoqlarini kiyishib peshtoq bilan 2 qavatga chiqadi ekan. Masjid zali keng va yo'riq bo'lib, mehrab shakli tushirilgan tutay gilam masjid xonasining yuzini qoplab selingan ekan. Gilamdagi har bir mehrab shakli bir odamning sajdasi uchun qo'yilgan. Qizil gilamdagi rat-murat mehrab shakli o'ziga xos ritmni hosil qilgan edi. Jamoatning irqi va millati ko'p xil bo'lib, qora tanliklarni ko'gilib oladi. Allohning uyida kishilarning amal martabasi, boyligi, obro'y va so'lati behuda edi. Ular ko'nglidagi taqvoligi bilan bu uyga kirishdi. Ijtimoiy daraja va irqlarini unutishgan holda Allohga yuzlanib mag'firat va yaxshiliklarni tilashdi. Qaramoqqa bu 4 tomdan tuzilgan uy mohiyatda odamzod dunyosi. Odamzod dunyosidagi haqiqiy baxt insonning insonga bo'lgan mahkumligining yo'qolishi va barliq irqdagi insonlarning birlik qibliga Allohga yuzlanishi, insonlardagi yaxshilik tabiatining kamolat tepishi. Bu odamlar bu yerda Allohning nazaridagi barobarlikning ta'mini tetishib, o'xshash bir sabti qalblarni Rabbiga topshiradi. Masjid xonasining ichida toq shaklli ko'tirma uy bo'lib, reshotkasi daldalangan edi. U yerda ayollar ibodat qiladi ekan. Ba'zida bolalarning haqishlari anglanib qoladi. Namozdan ilgari mo'ysibit bir kishi amri ma'ruf qiladi. Kishilar masjidda erkin o'ltirib anglaydi. Ba'zilar badashqon qurib, ba'zilar yukinib, yana ba'zilar tomlarga yo'linib o'ltiradi. Balalar dadillariga yo'linib, allaqayoqlarga qiziqsinib qarashadi. Kimlardir yanchuqidagi atirni chiqarib, yenidagi notanish odamning olqiniga sepib qo'yadi. Bu odam tabassum bilan tashakkur bildirib, atirni qo'llarining dumbisiga, soqollariga suvaydi. Kishilar qandoq turib biray yo'l bilan bir-biriga qarindoshlik izhor qiladi. Mehrobning 2 tarafiga egizlikka belgi keladigan kitob ishkobi o'rnatilgan bo'lib, uningga turkiy, arab, ingliz yoziqlarida yozilgan tom-tom kitoblar tizib qo'yilgan edi. Kishilar xolisa o kitoblarni varaqlab ta'lim oladi. Mehrobning usti tarafida namoz vaqtini uqtirib turadigan soat bor edi. Namoz vaqti bo'lganda saplar tuzilishga boshlaydi. Balalar otalarining yenida turib, otalari nima qilsa agishadi. Ba'zi balalar namozning tartiblarini bilib ketolmay kulkilik qiliqlarni chiqarib qo'yadi. Cho'nglar buni to'g'ri tushunadi. Ular balalarga ortiqcha tanbih berib o'ltirmaydi. Ularchi masjid balalar tanbih anglaydigan joy emas, balki ibodatning qandoq bo'ladiganligini o'z ko'zi bilan ko'radigan joy edi. Imom yosh edi. Jarangliq suzuk ovozda tajvidlari bilan o'qilgan oyatlar qotqan ko'ngillarni yomshitadi.
Ahangdaki mung tekstni tushunmagan odamlarga bu chog'liq hayotda haddidan oshmaslikni, turmush va odamlarga kamtar muomalada bo'lish kerakligini uqtiradi. Kishilar o'xshash bir buyruqda o'xshash itoatda ruku sajdaga berishadi va o'rnidan turishadi. Bu ahvolda manfaat vasvasasida bir-biriga qonxo'rlik qilishgan, bir-biriga tuhmat chaplashgan insonlarning qilmishidagi behudaliklar dillarga ro'shan ayon bo'ladi. Masjidning sirtida toshdek qotgan ko'ngillar masjidning ichida erib simoqdek titraydi. Yosh imom qovul va tamkin edi. Uning tashqi sifatlarimi ko'ngilni mahliyo qiladi. U xutbini hali turk tilida, hali ingliz tilida so'zlaydi. Har bir tildagi musulmon xutbadan o'ziga tegishli nasibini ololaydi. Imomning so'zlari dona-dona vazmin bo'lib, ovozida quloqni bearam qiladigan yiqimsizlik yo'q edi. Harakatimi siliq sipoyi edi. Gaplarida batnash, taaddi, top-tani alomatlarini sezgila bo'lmaydi. İmam cemaatning moddiy va ma'naviy turmushiga, ijtimoiy vaziyatga doir masalalarni tushunishlik ixcham o'ttirig'i qo'yadi. Namozdan tarqaganda peshtoqning yenidagi yashiklarga akmaklar qo'yib qo'yiladi. Ya'ni nonlar qo'yib qo'yiladi. Hojatmanlar biradin epkasi bo'ladi. Men jamoatning ichida maynat to'pichiray petikagan birmi odamni uchratmadim. Jamoatning hammasi degudek yuyunib, tarinib, pokiz kiyimlarini kiyib masjidga yetib keladi. Men masjidning ichi va sirtidagi turmush alomatlaridan shunda xulosiga keldimki, Aziziya masjidini ijtimoiy turmushdan ayrilgan, faqat namozda o'qiydigan masjid degala bo'lmaydi. Masjidda bo'lingan fikr, masjid ta'siriga olgan turmush taraflardan qaraganda, Aziziya masjidi shu atrofdagi musulmonlarning ijtimoiy madaniy turmushi bilan zich bog'langan edi. Masjid musulmonlar jamoatining bir organi edi. U orqali har xil yurt va iqlimdan kelgan kishilar qaysi irqdan bo'lishiga qaramay jamoat shakliga kiradi. Bir-biri bilan kora bo'lmaydigan tartibsiz istiqiylik holatdan soqit bo'ladi. Muallifning bilishicha, Londonda ko'lami bir qadar cho'ng masjidlardan Shohjahon masjidi, Regent's Park masjidi, London jome masjidi, Sulaymoniya masjidi qatorliqlar mashhur. Buningdan boshqa masjidlarning borligi ma'lum. Angliya tuprog'iga tunji ko'chman bo'lib kelgan musulmonlar eng boshda o'zlarining uylarini, ish maydonlarini masjid qilib ibodatini davom qilgan. Ko'chman musulmonlarning Britaniyada tug'ilgan farzandlari cho'ng bo'lgan siri Britaniya jamiyat sistemasining ta'siri va Britaniyaning dindan xoli ma'arifining turtkisi bilan ota-onalarga qimmat qarash jihatdan o'xshamaydigan, hatto ota-onalarga qarshi bo'lgan holatga yetganda, musulmon ko'chmanlar musulmonlar jamoatining o'zlariga xos muntizam bir faoliyat makonining bo'lishi kerakligini jiddiy tonib yetgan. Demisimi yer shari xarakterlik ko'chish va etnik ko'p xillik deb sifatlanayotgan bir davrda yoshlarning beritanchi turmush yo'sullariga moyillashishi cho'nglarni andishiga soladigan bir hodisa edi. Ular Britaniya jamiyatining ijtimoiy tuzumi va madaniyat muhitiga munosib keladigan bir yo'l bilan o'zlarining salohiyatini qo'g'dab qolmasa bo'lmaydi. Yana bir tarafdan bu zaruriyat masjidni Britaniyaning an'anaviy xosligini shalg'utlashtirib etadi deb ansiraydigan bir qism yerlik kuchning yaklishiga uchraydi. Lekin yil siri ko'payayotgan musulmonlarning ijtimoiy masalalari Britaniya doiralarining beshini qotirmay turolmadi. Musulmonlarning xosligiga yotadigan ishlarni ularning o'zlariga qoldirish, mundaqcha aytganda o'zlarining masalalarini o'zlari hal qiladigan fizikalik va psixikalik bo'shliqni qoldirish yerlik doiralarning oqilona tanlashiga aylandi. Ma'arif, saxovat, o'lim, yetim, nazar chirog', xizmat tepish, ziddiyatlarni hal qilish qatorliqlarni ibodat bilan bir gavdalashtirgan masjidning bo'lishi
musulmonlarning talabi yerlik doiralarning qaroriga aylandi. Masjidlar bora-bora har qaysi doiralarning moliya jihatdagi himoyasiga erishdi. Mana bugun g'arb musulmonlari degan bir uqum kishilarning kundalik nutqlarida uchrab turadigan bo'ldi. Hatto Yevropada tug'ilib shu yerning siyosiy, ijtimoiy muhitida cho'ng bo'lgan musulmon mutafakkurlarni chiqishga boshladi. Ana shularning biri Tariq Ramadan. U kunimizda Shvetsariyalik ziyoli, faylasuf va ilohiyatchi deb qaraladi. Oxford universitetida tadqiqot va o'qitish bilan shug'ullanayotgan Tariq Ramadan xalqarалық nurg'un ilmiy munbarda musulmon allaridagi musulmonlar va g'arbdagi musulmonlarning dunyodagi o'rni, salohiyati haqida talay qitim nutq so'zlagan. U g'arb musulmonlarining o'zi turayotgan madaniyat muhitiga yarasha orqa ko'rinishdagi islom madaniyatini shakllantirish lozimligini, buning ichida islom dinining asli tekstlari bo'lmish Qur'oni Karim bilan hadis sharifni ana shu orqa ko'rinish va g'arb jamiyatidagi musulmonlarning chiqish nuqtasi bo'yicha tafsir qilish lozimligini ta'kidlaydi. U deyduki, musulmonlar o'zi turayotgan jamiyatning islomiy bo'lish bo'lmasligidan qat'iy nazar, ya'ni darul islom bo'lish bo'lmasligidan qat'iy nazar uningga mas'ul bo'lishi, hadislar o'ziga yot ular orqali o'zining islomiy salohiyatini isbotlaydigan xudiksirash kesilidan ozod bo'lishi kerak. G'arbdagi musulmon olimlari g'arb allarining tillarida ko'plagan tadqiqot natijasini o'ttirg'a chiqarib, g'arb jamiyatining islom haqidagi xudiksirashlarini, islom haqidagi bir taraflama qarashlarini tozalashi kerak. Chunki ba'zi islom mamlakatlari islom dinining asli ahkomlaridan chatnagan bir qator siyosati tufayli islomning burmilab tushunilishiga bahona bo'ldi. G'arbning jamiyat sistemasi musulmonlarning diniy faoliyatlariga yo'l qo'ydi va uni hurmatladi. Natijada yangi avlod g'arb musulmonlari borliqqa keldi. Ular islom jamoatining mavjudiyati haqida yangicha o'ylanishga boshladi. Ular g'arb jamiyatiga singib kiralaydigan islomiy kimlik bilan yangi davrni ochdi. Tariq Ramadan g'arb madaniyat muhitida o'sib yetilgan bir musulmon mutafakkur bo'lish sifati bilan g'arbdagi musulmonlarning mo'tadil kimlik tanlash xohishini gavdalantirdi. Uningga nisbatan butkul musulmonlar dunyosining bahosi qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, uning siymosi g'arb dunyosiga nisbatan unchalik yiqishliqmi emas. Garchi Tariq Ramadan musulmonlarning g'arbga qarshilik ko'rsatish istiriyasini ayblasimi, g'arbdagi bir qism kishi tarafidan yanada xubsan qiyofatdagi musulmon olim deyiladi. Tariq Ramadonga o'zimizcha baho berish bu temamizning sirtidagi ish. Ammo u g'arb dunyosida munosib o'rin va e'tim huquqiga erishib, g'arb musulmonlarining hozirgi salohiyati, mas'uliyati va kelgusi to'g'risida chaqiriq kuchiga ega bayonlarni yurgizib kelyapti. Biz shundoq deyalaymiz-ki, ko'chman sifatidagi g'arb musulmonlarining faoliyat bo'shliqi ularning asli yurtidagidan xeyli keng kushoda bo'lgan. Aziziya masjidi g'arbning jahonsizlik madaniyatidan farqlanadigan islomiy madaniyat va turmushga berilgan ommaviy bo'shliqining bir ifodasi sifatida sahifamizdan belgilik o'rin oldi. Musulmonlar tirishib qo'lga keltirgan ommaviy makon va siyosiy imkonlari orqali o'zlarining fuqarolik majburiyatlarini aslilik turmush shakli va qimmat qarashi bo'yicha o'tagan. Ular shu orqali o'zlarini ifodalagan, davlatning fuqaroviy ishlariga fikr qatnashtirgan, shundoq qilib bara-bara ommaviy qarashlarning bir tarkibligisiga aylangan. Bu hol bizning Britaniya jamiyatidagi fuqaroviy imkoniyatlarga nazar og'dirishimizning muhim bir ko'zniki bo'la oladi. Televizorda Londonning havo rayini uqtirganda London munar ko'rikining ko'rinishini beradi. Buningdan biz Londondagi Thames daryosiga mingishib turgan munar ko'rikning bir simbol ekanligini his qilamiz.
Ammo Angliya hukumat doiralarining siyosiy ishlaridan uchur berilganda hozirgi parlament organi bo'lmish Westminsterning soat munori ko'rsatiladi. Bizga Westminsterdagi ashu soat munori Angliya siyosiy doiralarining belgisidek tuyg'u beradi. Futbol va olimpik tanharakatining sohibxonalik navbatini talishish haqidagi gaplar bo'linganda ekrandan hayajon ilkida turgan bir to'p ommani ko'ramiz. Muxbir ularning turgan joyini Trafalgar maydoni deb tushundiradi. Biz buningdan Trafalgar maydonining mashhur ommaviy faoliyat o'rni ekanligini bayqaymiz. Londonda cho'ng kichik ommaviy faoliyat o'rinlari nihoyat ko'p. Mundaqcha aytganda, demokratik davlatning mutlaq ko'p sondagi joyi ommaga mansub bo'ladi. Ammo davlat oldidagi mas'uliyatini o'zining shaxsiy e'tibori bilan jonliq birlashtira oladigan sapani hozirlagan bo'ladi. Dal mushundoq o'ktichi omma bo'g'ashqala u davlat mustahkam bo'ladi. London shahrining markazidan o'rin olgan Trafalgar maydoni xalq har xil ommaviy yig'ilish, xotira faoliyati va muzika kechiligini o'tkazadigan ommaviy joylarning ichidagi bir qadar dongliq joy hisoblanadi. Aslida bu maydonning nomi Podshoh William IV maydoni bo'lib, uning Trafalgar maydoni degan nomga o'zgartirilishida alohida tarixiy orqa ko'rinish bor. 1788-yili Angliya boshchiligida Fransiyaga qarshi bir ittifoq tuzilgan bo'lib, Napoleon 1799-yildan e'tiboran bu ittifoqni pachoqlash tayyorligini boshlaydi. U Angliya zaminiga qo'shin tortmoqchi bo'ladi. Kuchli Angliya dengiz armiyasini tizginlash uchun Sir Villeneuve Fransiya va Ispaniya birlashma flotiga qo'mondon qilib tayinlaydi. İki tarafning flotlari dengizda xeyli mezgil tirkishadi. Oxiri 1805-yili 10-oyning 21-kuni Ispaniyaning Trafalgar dengiz tumshuqida qattiq urush boshlanib 5 soat atrofida davom qiladi. Bilimlik va qaysar Villeneuve'ning xato qo'mondonlik qilishi sababidan Fransiya Ispaniya birlashma floti urushda qattiq yengilib, g'alaba Angliya dengiz armiyasining qo'mondoni Horatio Nelsonga mansub bo'ladi. Biroq qo'mondon Nelson shu urushda hayotidan ayriladi. Uning o'limini Angliya armiyasini davr bo'lguch sharaf va zafarga erishtirgan o'lim deyishga bo'ladi. U bu navbatlik dengiz urushida kona qatmal nazariyalarning eziqtirishidan qutulib, jonliq amaliy taktikalarni qo'llangan. Uning bundaq ijodkorligi va qahramonligi favqulodda urush san'ati saltanatlik tarixlardan o'rin olgan. Napoleon Nelsonning o'lim xabarini anglagandan keyin Fransiyaning jang paraxodlariga Nelsonning suratini esib, askarlarning uni o'lgi qilishi to'g'riliq buyruq tushirgan. Ko'p sondagi Uyg'ur o'qirman Napoleonning Rossiya marshali Mikhail Kutuzov tarafidan yengilganligini biladi. Kutuzovning obrazi Tolstoyning Urush va tinchlik nomli yirik hajmlik romanida tamkin bir salobatda nazarimizga tushadi. Ammo Uyg'ur o'qirmanlari uchun Nelson degandek tonish emas. İngilizlar Nelsondan shuning uchun faxrlanadiki, u bir ingliz qahramoni bo'lib qolmay o'zining Trafalgar urushidagi g'alabasi orqali Angliyaning dengiz tavasidagi hukmronlik o'rnini belgilagan. Kim biladi? Agar shu qitimliq urushda va 1812-yildagi Moskva urushida g'alaba Napoleon armiyasiga mansub bo'lgan bo'lsa, İngiliz tilining o'rnida fransuz tili dunyoviy ta'sir oladimikin? Napoleonning Moskva talafotida aytgan buyuklik bilan kulkiga qilish o'ttirisida faqat bir qadamli farq bor degan mashhur so'zi bizning mazkur qiyosimizga to'g'ri keladigan bir doritma bo'lsa kerak. Biroq ashu bir qadam nemadan derak beradi? Taqdirning irodasidanmi yoki Angliya dengiz armiyasining qo'mondoni Nelson burunqi urushlarda bir qo'li va bir ko'zidan ayriladi.
oxirida o'zining hayotini taqdim qilish badaliga Angliyaning bir asrdan uzoq davomlashgan dengiz hukmronligini kapolatga ega qiladi. Keyin kishilar uning Trafalgar urushidagi g'alabasini xotiralash uchun aslidagi William IV maydoniga Trafalgar maydoni deb nom beradi. Bu maydon bir necha ko'chaning to'qmishiga joylashgan bo'lib, bakmi cho'ng degilab bo'lmaydi. Cho'nglikqa balkim bizning nohiyalarimizdagi xalq maydonlarining yer ko'lamiga yetmaydi. Qaysidir bir shoir bayroqni bayroq qilgan shahidlarning qini degandek, ko'lami kichik bo'lsa-mu Trafalgar maydonini dunyoviy shuhratga ega qilgani tarixdagi Angliya dengiz armiyasi flotidagi talay milliy qahramonning qini edi. Ko'z oldimdagi Trafalgar maydonida suvsuzlik bir fontan o'xchib turadi. Kaptarlar sayohatchilarning qadamidan urkib qanotlarini qiqib qo'yishadi. Sayohatchilar qonqib yurishgan kaptarlar orasida xotira suratga tushadi. Maydonning bir tarafida davlatlik san'at ko'rgazmaxonasi bo'lib, uning maydonga tutashgan palampaylarida ba'zilar o'ltirg'unicha ussuzlik ichishmoqda. Maydon atrofidagi o'rindiqlarda yashang'inlar oftob sinib o'ltirishadi. Oshiq ma'shuqlar kusurlashadi. Maydonning bir tarafida beshini ko'tarib turgan bronzadan qotirilgan 4 shir haykali bo'lib, 4 shirning doirasidan 56 metr egizlikdagi bir tosh munar ko'kka bo'y so'zgan edi. Buni Nelson tosh munari deb ataydi ekan. Tosh munarining ustiga Nelsonning 5,20 metr egizlikdagi tosh haykali qo'ndirilgan edi. Munarning ul qismi parallel 4 taraflik shaklida bo'lib, har bir tarafiga birdan qapartma mis taxta o'rnatilgan edi. Bu Nelsonning o'z hayotidagi 4 qitimli harbiy g'alabasiga bag'ishlangan. Ma'lum bo'lishicha, bu mis taxtalar ayni vaqtda Fransiya armiyasidan o'lja olgan zambiraklardan eritib tayyorlangan ekan. Bizda to'la odam sirtqi sayohatga chiqqanda faqat manzara yoki magazinlarni tomosha qilish bilan cheklanadi. Amaliyotda har bir shahar va bu shahardagi har bir bino ham har bir ko'cha o'z oldiga bir tarix. Yaxshisi sayohatga chiqishdan ilgari nishon qilingan yerning tarixini bir varaqlab qo'yish kerak. Shu chog'da bu sayohatning tarbiyaviy ahamiyati cho'ng bo'ladi. O'z tarixida talay namoyish, talay faoliyatlarga guvoh bo'lgan Trafalgar maydonini yuqorqi tarixiy orqa ko'rinishdan mustasno holda kuzatganimizda uning qimmati haqida hech qanday tushunchaga erishamay qolamiz. Trafalgar maydoni inglizlarning milliy g'ururiga vakillik qiladi. Uning xotira ahamiyati eng cho'ng bo'lganda ingliz millatchiligi doirasida bo'ladi. Fransuz millatchiligi bilan zidlashadi. 18-asrdagi g'arbda diniy fikr shaklining suslashib berishi bilan millatchilik ideyalari bosh ko'tardi. Boshda go'yo insoniyatga zo'r baxt ib keladigandek ko'ringan bu islohotlar insoniyatning beshidagi qayg'u bilan kulfatni tugatamadi. Balki yangi bir kulfatni ib keldi. Dunyo millatchilik g'avg'olari bilan to'ldi. Milliy davlatning yangidan operida bo'lish to'lqini bugunmi pasaygani yo'q. Har qaysi milliy davlatning cho'ng kichik shaharlari har xil tipdagi milliy qahramonlarning xotiralari bilan to'shib, avlodlarga o'z millatidan faxrlanishning cheksiz tasavvur bo'shliqini ato qildi. Agar bu milliy iftixor azvaylab sistemalashsa yoki tuzumlashsa, shovinizmni keltirib chiqarishi mumkin. Bu haqda Digolning mono so'zi toza loyiqida tushgan. Xalqingning muhabbati birinchi o'rinda tursa, vatanparvarlik bo'ladi. Boshqa allarga bo'lgan o'smanlik birinchi o'ringa o'ssa, millatchilik bo'ladi. Dunyodagi har qaysi al o'ttirisidagi kuch tangtonligining o'zgarishi davrning o'zgarishidan derak beradi. Her halda bugün tar qo'saq pozitsiyaning hech kimga foyda etganmaydiganligini tushunib yetgan insonlar oz emas.
Milliy manfaatni tor millatchilik ko'zi bilan ko'radiganlarning oshkora bozori yo'q. Hech bo'lmaganda Yevropada shundoq. Trafalgar maydonida zodi qanchalik ommaviy faoliyat bo'lib o'tdi, bu narsa hozircha bizga noma'lum. Ammo kishilar bu maydonda turib hukumatga o'xshamaydigan qarashlarini bildiradi. Iroq va Afg'oniston urushlariga qarshi talay qitimliq namoyishga Trafalgar maydoniga o'xshash nurg'un maydon obdan shahid bo'la oladi. Bu maydonlar grajdanlarga qoldirilgan faoliyat so'z bo'shliqining namoyandasi sifatida xalqni hokimiyat ishlariga dadil qatnashtirishda vositalik rol o'ynaydi. Grajdanlikning muhim shartlaridan biri davlat va jamiyatning barliq ishi to'g'risida bemalol muzokara qilish fursatiga erishgan bo'lish, talash tortish orqali o'rtaq adolatni tepib uni mezon qilish. Erkin talash tortish bo'lmagan yerda masalani odil hal qilishdan gap oshqili bo'lmaydi. Londonda ma'naviy turmushimni baytgan yana bir o'rin bor. U bo'lsa Haydi bog'chisi. Bu bog'cha markaziy Londonga joylashgan cho'ng bog'cha bo'lib, odatda Londondagi xon jamiyati bog'chalarining biri hisoblanadi ekan. Necha asrlik tarixni boshdan kechirgan bu bog'cha o'zining bo'k baraqsonligi bilan ko'ngilni ram qiladi. Cho'ng darvozadan kirish bilanla egiz qiyra daraxtlarning quchoqlarida yiroqqa so'zilgan taram-taram yo'llarni ko'gili bo'ladi. Yo'llar go'yo daraxt shoxlari bilan yepilgan yeshil koridordek edi. Bog'chada odamlar shalong. Xotiri qimmatidagi haykallar, munorlar, supalar bog'chining tabiiy muhitiga ta'sir ko'rsatgidek darajada ko'p emas edi. Sanoatning bo'shigi bo'lmish Londonning markazidagi bu yeshil vada qaysi nuqtadan qaramayli yanada tabiatning bir bo'lagi bo'la olgan edi. Cho'ng yo'llardan tarmoq yo'llar shoxlanadi. Yo'llar yo'llarga tutishadi. Ba'zi daraxtlar shoxlarini pastga yeyib yomg'irda panohlang'ila bo'g'idek darajada bir yeshil kapini hosil qilgan. Yo'l bo'yidagi bo'sh o'rindiqlarga g'azanglar to'kilib qolgan. Bog'chini besaramjon qiladigan kishilar bo'lmag'achqa, bog'cha go'yo har bir sayyohga o'ngchi qolgandek tuyg'u beradi. Ba'zi yo'llar ushtum-tut holda mayin choy qilib turgan zumrad ko'llarga ep boradi. O'zib yurgan suv qushlari yolg'izlikdan ichib pushgan odamga obdalla arimak bo'la oladi. Suvdagi beliqlar va qushlarning g'arazdan xoli muloyim ko'zlari raqobat va xirs bilan to'lgan bu dunyodagi haqiqiy tasalli edi. Qushlarga amroqliqim kaginidan birni tutib elib bag'rimga ching bosqum, ko'zlariga ko'zlarimni surtgim keladi. Ammo bundoq qilish shu vaqtdagi hissiyotimga munosib kagini bilan qushlarga nisbatan bir zo'ravonlik edi. Shundoq vaqtda muhabbat bilan zo'ravonlikning oraliqi birdamlikla musofi bo'lsa kerak deydim o'zimga. Bir kuni bir g'oz tumshuqlarini so'zib og'zini chaqildatdi. Bu hol g'eriblikni so'yishni unutib ketgan odamga berilgan azoblik iltifotdek tuyulib ketdi. Manga tabiatning hidini bergan Haydi bog'chisi nozik hislarimga quchoq echib jamiyatning o'gaylishidan paydo bo'lgan dil sunuqimga malham bo'lgan edi. Optob chiqqan kunlarda ba'zi bovay-momaylar bog'cha mulozimatxonasidan oriyatga olgan qatlama o'rindiqlarini yeyib o'ltirgunicha uxlab ketishadi. Albatta Haydi bog'chisi haqidagi ta'sirotim aran mushulali emas edi. Londonliklar Haydi bog'chisida har yakshanba tushdan keyin kishilar tarafidan ixtiyoriy tashkillanadigan vaizlar supisini obdan bilishadi. Vaqtim bo'lsa har yakshanba kuni tushdan keyin shu yerga boratdim. Turgan uyimdan Haydi bog'chisiga udul operadigan avtobus bor edi. Nashtadan keyin tozalik qilib kiyimlarimni ratlab olatdim. Ondan qatnon tayyorlab elib yo'lga chiqatdim. Bog'chaga yetib borgandan keyin bir o'rindiqni tepib o'ltirib tushlik g'izolanatdim-da vaizlar burjika vaqtining to'shishini kutatdim. Vaqtning to'shishi bilan kishilar taraf-tarafdan yetib kelishadi. Birdamdala 5-600 odam yig'iladi.
Vaizlar o'rindiq, qatlimi shot qatorliq narsalarni akilishib xolagan yeriga qo'yib munbar qiladi. Ular o'zlari ep kelishgan bu harakatchan munbariga chiqishib so'zlarini boshlaydi. Anglag'uvchilar qaysi vaizning so'zini yoqtirsa shuning oldida turadi. Bu yerda men inglizchadagi speaker degan so'zni uyg'urcha vaiz deb elishni muvofiq topdim. Uning ma'nosi vaz aytquchi degan bo'ladi. Ular o'zlarining maslaklarini to'sqinsiz holda so'zlaydi. Vaizlarning ba'zilari yosh, ba'zilari yoshangan edi. Ba'zi vaizlar xeyli jalbkor bo'lib, anglag'uvchilari ko'p bo'ladi. Ular kishilar ko'ngil bo'ladigan real, ijtimoiy, siyosiy masalalarni so'zlaydi. Ularning so'zi tanqidiy ruhga intayin boy bo'lib, Angliya hukumati yurgizayotgan ichki tashqi siyosatlarni qattiq ayblaydi. Eli bo'shni, eli biloyirni tilga elib so'kadi. Ba'zi yumoristik iboralar anglag'uvchilarni kuldiradi. Anglag'uvchilar ixtiyorsiz chavoq chaladi. Vaizlarning ko'rinish jihati hech qanday alohida tarafi yo'q bo'lib, kiyinishlari shu qadar oddiy. Udul aytganda ular oddiy odamlar orasidan kelgan edi. Ba'zi vaizlar Falastin masalasi ustida, ba'zilari Afg'oniston masalasi ustida so'zlaydi. Temalar shundoq keng. Sri Lanka kapitalizmning qorong'uligi, jamiyatning bema'niligi, dunyoda hammaga barobar muomala qiladigan federal hukumat qurish kerakligi, xristian va islom masalalari, albatta temalar xalqaro vaziyatning yangi yuzlanishi bo'yicha vujudga kelsa kerak. Ular uchun hech qanday bir ideya cheklangandek emas. Ba'zida munozara qaynab ketadi. Ba'zi musulmon yoshlar g'arbning ziyonkashligi ustidan shikoyat qilganda kimdo biri uningga raddiya beradi va musulmon mamlakatlardagi hukumatlarning chirikligini fosh qiladi. Bu munozara shundoq qizib ketadiki, anglag'uvchilarni ikki tarafga bo'linib fikr qatnashtiradi. Lekin urush, jidal, tillashish, haqoratlashlar yuz bermaydi. Qonun bu qilmishlarga yo'l qo'ymaydi. Her bir vaizning bayraqi yoki tüp shuari yozilgan taxtasi bo'ladi. Ba'zi vaizlar birmi anglag'uvchisi yo'q bo'lsa-mu so'zlaydi. Ichimda ularning irodasiga bakrak qoyil bo'ladim. Ba'zilari o'z-o'ziga so'zlaydi. Ularni biroz normal emasdek his qiladim. Ishqilib bu yerda kimning so'zligisi bo'lsa so'zlaydi. Aytilishicha, mush yerda so'zlab yurib nurg'un siyosiyon va notiq yetishib chiqqan ekan. İngilizce anlash saviyamni o'stirish g'arazida bu yerga kelib nurg'un fikriy hosilotga ega bo'ldim. Oldi bilan vaizlarga qilingan shu qadar keng qo'saqlikdan hayron bo'lmay turolmadim. Sharq hokim mutlaqligi asrlardan beri kishilarni jim turishga dalolat qilib kelgan edi. Bizning tarixdagi mutafakkurlarimizmi put yugurigi oshqa, eg'iz yugurigi boshqa, beshinglardan ketar tilingdan deb ogohlantirib kelgan edi. Biroq ko'z oldimdagi naq maydon odatlangan tilimni idora qilish ideyamga hujum qilib, tamoman o'zgacha bir reallikning paketini e'tirof qilishga majbur qiladi. Men vaizlarning so'zlaridan so'zlaganga bu jahonmi ustun bo'lib ketmaydi ekan ha deb o'yladim. Chunki bu yerda hamma odam so'zlaydi ekan. Lekin har bir so'zlaguvchining fikri mutlaq to'g'ri bo'lmaydi ekan. Balki bir-biriga qarama-qarshi so'zlardan haqiqatning o'xshashmagan yuzi oshkora bo'lib, har qanday insoniy fikrning nisbiyligi kishilarni tanqidiy pozitsiya tutishga ib boradi ekan. Şunlaşqa bu yerda bir zotning so'zidan bo'rondek uchib ketadigan yengiltak puhralar ko'p bo'lmaydi ekan. Zaminning ma'lum bir bo'lakida sovuq bo'lsa, yana bir bo'lakida issiq bo'ladi. Bir yerda shamol chiqsa, yana bir yerda tuman bo'ladi. Yer shari o'zining ekologiyasini ana shundoq saqlaydi. Bir jamiyatning fikr ekologiyasimi har xil fikr, hatto qarshi fikrlarning bir-birini nisbiylashtirib tangpungliq hosil qilishidan keladi. Surishtirsam haydi bog' 'ch 'sidagi vaizlar supisi tunigilla paydo bo'lib qolgan emaskan.
Xon jamiyati bog'chisi 1637 yili ochilgan bo'lib, vaizlar supisi 1700 yillarda shakllangan ekan. Uning Haydi bog'chisidagi hozirgi o'rni 1851 yili ta'sis qilingan ekan. Puhralarning talay qitimliq qo'zg'alani, namoyishi va o'kti qopishi natijasida vaizlar supisi qonunlashib, o'z navbatida Britaniya qonunlarining qonuniy sufati va haqliqligini ilgari surgan ekan. Haydi bog'chisining vaizlar supisi ayni vaqtda Londonda turayotgan Karl Marksning qiziqishini qo'zg'agan bo'lib, Marksmi proletariyat sinifining manfaati to'g'risidagi ba'zi nutqlarini ana shu yerda so'zlagan ekan. Bu yerga yana Lenin, George Orwell, Kvame Nkrumah qatorliq nurg'un dahiy va yozuvchilar aktiv ishtirok qilgan ekan. Tarixdan xabarim bo'lmag'achqa oldimdagi bu vaizlar supisi Angliya tuprog'ida bo'lishga tegishli oddiy bir hodisa sifatida ko'ringan edi. Ammo uning tarixini yuzaki varaqlab ko'rib bu kichikgina yer fuqarolar fikr erkinligi va demokratik tuzumning tirik ochiqi bo'lib chiqdi. Tarixning odati shuki, yangi iddialar o'z davriga sig'maganda u kishilarning xiyoliga yetmagan bir bulungda yoshirinib turishga majbur bo'ladi. Bu hol Yusuf alayhissalom bilan Musa alayhissalomning taqdirini esimizga soladi. Bir tarixiy davr uni oxirlashtiruvchi kuchga hamon homildor bo'lmay qolmaydi. Bundaq vaizlar supisi Londonda bo'lib qolmay, Angliyaning boshqa shaharlarida bor ekan. Shundaqla Avstraliya, Kanada, Gollandiya, Ispaniya, Singapur, Tailand qatorliq davlatlarda bor ekan. Germaniya faylasufi Yurgen Habermas o'z nazariyasida aloqa aqli degan bir uqumni o'ttirg'a qo'ydi. Odatda to'la odam muayyan masala to'g'riliq bas munozara qilganda har qaysisi o'z fikrlarini yo'rg'ilatib qarshi tarafning fikrlarini hurmat qilmaydi. Ba'zida o'zini tutamay qarshi tarafga til soladi, hatto qo'l soladi. Diktatorlarmi o'ziga yoqmaydigan har qanday fikrni qo'pollik bilan bostiradi. Habermasning qarashicha, o'xshamagan fikrlar ustidagi talash-tortishlar aqliy prinsip ustiga qurilsa, hammaga o'rtaq fikrni tepib chiqqili bo'ladi. Agar ommaviy so'zlashmaga qatnashgan odamlarda aqliy sapo va astoydillik bo'lsa, so'zlashma va munozarada o'rtaq tonish hosil qila oladi. Ammo o'xshamagan e'tiqod, o'xshamagan maydon, o'xshamagan qimmat qarashdagi odamlarning qimmat qarash va maydoniga berib taqiladigan munozarasida o'rtoqlik yaratqila bo'lamdi. Bundaq ahvolda kishilarning o'xshamagan qimmat qarashini birlik keltirishning o'rni yo'q. Faqat har bir taraf bir-birining mavjudligini hurmat qilsa bo'ladi. Ularni selishtirish, o'lchash va darajaga turg'izish orada jiddiylik paydo qiladi. Odatda qahvaxona, klub, ommaviy maydon, restoran, intertorxonasi, intertori, gazet, jurnal qatorliqlar doim fikr almashtirilib turadigan ommaviy so'rin bo'lib hisoblanadi. Bu yer odatda kishilar jam bo'lib ommaviy ishlar to'g'risida aqliy, tanqidiy talash-tortish qiladigan so'rindir. Bu so'rinda kishilar ijtimoiy masalalarni erkin, so'g'uqqan holda muzokara qiladi. Bu orqali davlatning siyosatiga ta'sir ko'rsatadi va siyosatning odillik unumini oshiradi. Shunga bir davlatda bundaq so'rinlarning ko'p bo'lishi fuqarolarning davlat ishlariga aralashish imkoniyatining keng ekanligidan, saviyasining yuqoriligidan darak beradi. Odatda nomrodlik iqtisodiy kirimni o'lcham qilib tushuntiriladi. İqtisad ilmining vijdoni deb ta'riflanadigan Nobel iqtisod mukofoti sohibi Amartya Sen taraqqiyotni GDP yoki o'ttirichi kirim orqali emas, erkinlik bilan o'lchash lozimligini aytadi. Chunki bir odamda yetarlik tarbiya elish, o'zi qaror chiqarish, fursat tanlash huquqi bo'lishi kerak. Bu ma'nodan aytganda, haqiqiy nomrodlik bir odamning o'zida qandoq odam bo'lish, nima qilish o'lchimining bo'lmasligi, shundaqla jamiyat ishlariga fikr qatnashtirish zo'qining bo'lmasligi,
to'g'risini aytganda qatnashtirgudek ideyaning bo'lmasligidir. Bu ma'nodan aytganda ommaviy so'rin va ommaviy munozara ruhiy ijtimoiy farovonlikning yana bir yuzidir.